Assalamu alaykum. Uyghur televiziyasining aziz ko'rurmanlari. Tor televiziyasining suhbat programmasiga hoş geldinglar. Bugun biz Gollandiyada yaşayotgan Olim Turdi efendim bilan suhbat elib bormoqchi. Olim efendim, kanalımız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tor televiziya suhbat programmamizga qadam tashrif qilganingizni qizg'in qarshi olamiz. Oldi bilan o'zingizni tunishtirib o'tsangiz. Özümü tanıştırıp ötsem, ismim Alimcan. Ben vatanimden 2013 çıkan. 2013 çıkıp 2021 yılga yaşadım. Onun için Gollandiya'ya kelgen. Vatanimden çıkan yakı vatanga qaytib bakmadım. Hazırmış Gollandiya'da yaşayadım. Yevropa ve dünyanın her qaysi dövlətlərdə yaşayotgan Uyğurlarning vatanga berish uchun Xitoyning ta'tir tashviqotiga ergishib ketib berishini qanday qaraysiz? So'zlab bergan bo'lsangiz. Avrupa'nın ve dünyanın her qaysi yerlerdeki qarindoshlarimizniki Xitoyning ta'tir tashviqotiga ergishib ketib qolgandiki xabarlari kun-kuniga her yerden mesela şu TikTok bilen Xitoy tashviqoti qoraldılamış dünyaya yayıladı. Şu arkalık bilivatımız mesela bu Uygurluğun vatan kilivatkanlığını biz asasen normalde özümüzdeki hayatı da bilmeyimiz. Şu Xitayla özleri şu Uygurluğun ki şunda yaxşı baybayaşet yaşavatkanlığa ve vatanla boğan çetellikler Uygurluğun kilip gidip yaxşı yaşavatkanlığın dünyaya ve dünyadaki şu Xitayga karşı Xitayning soykırımını qo'l qilgan davlatlarga qarshi ishlatish uchun bizniki Uyg'ur qarindoshlarimizni shunda vatanga chaqirib, chet ellik Xitoy konsullariga chaqirib, viza berib bularni ishlarga ko'z tutish uchun va yoki şu başka Müslüman ve bizim qarindosh Türk qarindoshlarimiz O'rta Osiyolik qarindoshlarimizningki ki devletlerge ko'z tutish uchun biz Uyg'urlarning şu tor dunyosi degandek biz unda nim qilmadik, kamplarni qurmadik, Uyg'urlarni so'yqirib qilmadik deganni shularni ishondirish uchun shunday bir tuzaklarni qurib Uyg'urlarni aldab ketyotidi. Bunun arasında ketayotganlar ba'zilari bilib ketayotganlar bor. Ba'zilari shaxsiy manfaat uchun özünki urug' tuqqan ata-onasini bir qatam ko'rib olsam, o'zi xush bo'lgan, undan boshqa nurg'un kamplarda shahid qilingan, kamplarda irchoqisi o'ltirib etilgan nurg'un qarindoshlarimizniki bu dunyoda hozir Xitoyniki yuziga shapaloq ashina orqali shapaloq urayotganligini bilmay, bilib turib ketayotganligini aytib bir xatarli bir ahvol bu. Shuning uchun bu hozir bu ahvolimizni hamda qarindoshlarimizni qilsak chet eldagi ba'zi shunday ketayotgan yoki ketmoqchi bormoqchi bo'lgan tayyorlik qilgan qarindoshlarimizni qilsak bularniki asosi deydigan banasi u yerda mening qarab qo'rqitib qoldirib tursa, ota-onam tursa, bu tursa deb manasi ko'rsatdi. Mesela bu chet elda men bu 10 yil qolibdi vatandan chiqqili. Aloqam uzilgili 7 yil bo'ldi. 7 yilning yoqida telefon aloqa qilolmayotgan mezgilda endi bu qarindoshim ishda ketyotidi. Endi bu qarindoshimiz buni desak, bizim işte urug' tuqqanlarimizning ko'ngli bu deb banasi qildiki. Demak shu onun bizning ota-onamiz bor, urug' tuqqanlarimiz bor va shu da'vo qilayotgan chet elda nurg'un qarindoshlarimiz bor. Ashlarning urug' tuqqan ota-onalari bor, mesela shu kamp shohidlarining şeyde tug'ilib cho'ng bo'lgan qarindoshlari, farzandlari, oilasi bütün şeydeki hayatı boyunca yaşayan hamma narsa şeyler qoldi ashlar. Ashlar qaramasdan guvohlik berib dunyoga
Xitoyning rezilligini oshkorlaganlik uchun Xitoy hozir tipirlab shu ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimizni shunda deganidek ba'zilarini bilib turib, ba'zileri bilmay shunday ketyotidi. Bu nihoyat bir ig'ir xatolik deb qarayman. Bu Uyg'ur millatiga qilgan bir ihanat. O'tganda bir Turkiyada bizniki Abdulaziz doktor ustozimiz fatvo chiqardi bu to'g'riliq. Buni men chiqarmadim, bir diniy olim Qur'ondagi hadisni chiqardi. Masalan, Xitoyniki hozir qilayotgan tashviqotiga bilsin va bilmasin, bilmaydi degan ish yo'q, biladi hammasi. Xitoyning tashviqotiga yoki Xitoyniki nimasiga ekmikli yog' surganlik deb qo'yamiz. Ham shundoq bu Xitoyniki shu tashviqotlarga destek bo'lib, aqlning hammasi bir xoin, munofiq deb hamda shundoq bir nim chiqardi, fatvo chiqardi. Buni men demedim, Qur'ondagi hadisni Qur'ondan keltirib fatvo chiqardi. Demak, endi bu qarindoshimiz o'zi bilib bilmaymi shundoq yo'llarga ketib qolganligi nihoyat ig'ir bir xatolikni ko'rib turibmiz. Xitoy bu təşviqat arqılıq zada nemiga erişməkçi? Vətənki işini içivatqan qiyafətə kirib Uyğur qırğınçılığını davamlaşdırıvatqan Xitoy hazır nemişqi bu təşviqatni işləvatıdı? Yani bunun arqa görünüşü nima? Xitoy bu nemiga erişməkçi desangiz, bu Xitoy bu təşviqat arqılıq hazır vatanda şu chet ellik muxbirlar bo'lsin va yoki musulmon davlatlardan, arab ellerden, Türk dünyasından ziyoratga chaqirib shu Uyg'urlarni hozir tor dunyosi ko'rayotgandek unday ish yo'q. Sizlar shekil ko'rsanglar chet elliklar kelib ota-onasini ko'rib, urug'-tuqqanlarini ko'rib ketyotidi. Bu yerda yashayotgan qarindoshlarimiz nihoyat erkin, rahat yashayotidi. İbadetlerini joyida qilyotidi, ishlari joyida qilyotidi degan bu tashviqotni aşağıya ko'z tutish uchun, bir sahna hazırlash uchun, onun uchun bir masalan necha kundan oldida bir 2-3 kun bo'ldi, shu Dunyo islom tashkiloti Badi Xitoyga berib aşağıda bir videoni ko'rdim. Videoda shu vatandagi bizniki so'zda Xitoyning tili bo'yicha terrorchilarni tutgan, terrorchilarning partlatgan, terrorchilarni tutgan qurolları degan yerlarni muzeyxonaga akirib, o'shlarni ziyorat qildirib, biz shundaqlarga zarba berdik. Ammo normal insonlar o'zining hayotini shunday yaxshi yashayapti. Chet eldagi masalan tor dunyosida ko'rilayotgan Uyg'urlarning vatan kelib ketish ishlari va yoki vatandagi masjidlar ve yoki tijoratchilar, har xil har tipdagi odamlar o'zining hayotlarini normal yashayotdi deganni chet ellik shu Xitoyga setilgan ba'zi musulmon davlatlarga ko'z tutish uchun undan keyin Amerikadagi va yoki Yevropadagi davlatlar Xitoyga qarshi inson haqlari tarafidan kirib Xitoyningki qilmishlarini xato ekanligini, Xitoyning xato yo'l ketayotganligini davomli izchil ta'kidlab turganini bu nimalarga ko'z tutish uchun shu arab davlatlardagilarga bizningki bu Uyg'urlarga hech qanday bir zarar qiladigan ishlarni qilmadik. Biz yaxshi Uyg'urlarni yaxshi yashayapmiz, ammo bu Yevropa, Amerika davlatlari bizga faqat shu Xitoyningki bizningki yükselişip ketishimizdan ensirab, shundan bizga har xil tarafdan shular zarba beryapti deganni ko'zir qilib, Uyg'urlarni ash shaklda ko'zda bashada vatandagi har xil tashviqotlarni olib beryapti hozir. Buni tor dunyosida ko'rib turyapmiz. Shuning uchun bu Xitoy shu musulmon davlatlar, Türk davlatlarini bizning qarindoshlarimizni aldash uchun shularniki azroq bir iqtisodiy yordam qilib qo'yiblar. Anındagi yolg'on sahnalarni yasab,
anda dünyadaki Müslümanlarga, bizning Müslümanlarning diniga hech qanday ishqimni teşvik qilish uchun shu harakatni qo'llanib hozir shunga foydalanmoqchi Xitoy. Sizce Xitoyning ta'tir tashviqotiga aldanıp ketganlar kimlar? Xalqimizni bu aldamchilikdan yoki bu ta'tir tashviqotdan qanday ogohlantira olamiz? Menimcha bu Xitoyning ta'tir tashviqoti oldingi to'plam qarindoshlarimiz oz sondagisi endi bu oldin ketayotgan shu oz sondagi bu insonlar ko'p sondagilar endi ishonmaydi bu Xitoyning bu tashviqotlariga. Az bir qismdagi qarindoshlarimiz Xitoyning tashviqotlariga bilib va yoki bilmay olinib ketyapti. Qanday desangiz bu masalan ba'zilari ashadagi urug' tuqqanlarni ota-onasini bir qatim bir ko'rib kelib olish orzusi bilan bordi, ammo Xitoy uningdan qanchalik foydalanib ketganligini, Xitoy dunyoga qanchalik bir rasmiy qilib ko'rsatganligini az bir qism bilgan bo'lsa-mu, yine bilmagan kishi olib berib o'shaga beryotdi. Undan kishilar endi bir shaxsiyatchi deb qarayman men endi. Shaxsiyatchi bir umumyuzlik bir Sharq Turkistonda bir millatni yo'q qilish niyati bilan ketayotgan bir Xitoyga endi o'zining shaxsiy manfaatini deb butun 35 milyon xalqning irodasi bilan bir o'ynashganlar deb qarayman men endi. Bu qarindoshlarimizniki Türkiye'de veya Avrupa, Amerika her devletlerde nazırmış torunuyuz görüşümüzce. Manga tayarlık olatan veya ki berip kelgenlerini görüp şu duyumdan Xitoyda teşvik qilib tarqatgan videosini ko'rayotganmiz. Shu videoda chiqib turdi mana. Shu videoda bir rasm tushunsak bo'ldi. Endi vatanga necha vaqtning yoqi, necha yilning 3-4 yil, 5 yil, 6 yilning yoqi hech kimni bag'izmay, chiqarmay, kirgizmay qilayotgan bu Xitoy hozir tuyuqsizlar Uyg'urlarni voy siyosatni yaxshiladik, kelinglar, ketinglar deb bir dasturxon hazırlagan dasturxonlarga ketayotgan bir qism Uyg'ur endi aldandımı ki desek ama bir şey normal hayatını şundak yaxshi yaşab etib aldanma yaşayotgan insanlar ama Xitoyga kelgan vaqtida o'zining shaxsiy manfaat o'zininki shaxsiyatchiligidan oldin ketib olgan bir qism qarindoshlarimiz bor. Bularni qanday atusimiz deganda hamda bu qarindoshlarimizni hozir sharoitda hech kim to'solmaydigandek turdi. Qanday desangiz hozir hamda vatan degan hamda shundoq hammamizning bag'risi bor. Hammamizning hozir mening bag'rim bor, sizning bag'ringiz bor, butun millatniki bag'risi bor. Anda bo'lgandan keyin bu qarindoshlarimiz vatanga berib olib, bir qatim vatanga berib kelib olganman o. Voy ota-onamni ko'rib kelib olganman o deb shu maqsadda ama şu maqsadda bordi, lekin o'zining qanchalik oldin ketib qolganligini va yoki Xitoyniki ta'tir tashviqotiga moslashib ketib qolganligini bilib bilmay ketayotgan ba'zi qarindoshlarimiz bu qarindoshlarimizni tutishimiz menimcha tashlab qarayman. Söhbetimizni bu yerda oxirlashtiraylik. Oxirda Uyg'ur televiziyasiga vakolatan söhbetimizning yaxshi elib berilishi uchun kuch chiqargan olim efendimga rahmat aytaman. Ko'rinmanlarga sog' salomatlik tilayman. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat, men sizga rahmat aytaman. Alloh emanet.